O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Navbatdagi video selektor bu oddiy yig'ilish emas, bu tizimli yondashuv va chuqur tayyorgarlik mahsuli. Mazkur tadbirga barcha mas'ul tuzilmalar kompleks va batafsil tayyorgarlik ko'rdi. Jarayonda sohaning bugungi holati chuqur tahlil qilindi va albatta yo'nalishda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning fikrlari tizimli o'rganildi. Jinoyat kadastr tarafına bir qator topshiriqlar berildi. Kadastr agentligining yer uchastkalarini auksionga chiqaruvda infrastrukturasi bor yerlardan, ya'ni master reja, bas jobada tasdiqlangan yerlarda auksionga chiqaruv kerakligi belgilab o'tildi. Qalalarda rivojlantiruvda biz qalani yenine emas, yuqori qarab rivojlantiruvda, agar yenine qarab rivojlanadigan bo'lsak, bu yerda infrastrukturaga ko'plagan qarjni talab etish kerakligi atab o'tildi. Solardan kelib chiqib bizlar ham shu kadastr organlari tomonidan auksionlarga yerlar chiqargan vaqtda rejada belgilangan master rejalari bosh jobalarda tasdiqlangan yer uchastkalarida auksionga chiqaruv majburiyatini aldık. Infrastrukturası bor yerlerden, master rejasi tasdiqlangan yerlerden auksionga yer uchastkalarini chiqarsak, demek talabgorlar tomonidan qimmat bahoga sotib alınığı auksion tartibinde alinganda yerga konkurensiyaning ko'p bo'luvi belgilab o'tildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib belgilangan vazifalarda tegishli tartibda amalga oshiramiz.